katta ekan deb qaytaryapti. Bizning vazifamiz video qilib berish. Kimga tegadi? Tegmaydi. Uni biz alhamdulillah robbil alamin. Uni biz xullas o'zlari hal qiladi. Endi to'g'risi gap, bu qiz o'zi hamma keladi, birinchi marta video chiqadi, xijolat bo'lganda turibdi yuzlab kelinglar opalarim, akalarim. Bir-birimizni duo qilaylik, hammamizning mushkulimiz oson bo'lsin, shu qizga ham baxt ochilsin. Mayli shu ko'nglidagi 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan nomzod chiqsin. Eriga tegsin, bola chaqali bo'lsin, to'y qilsin. To'yiga sizni bizda aytsin. Borib xizmat ham qilaylik, rizqimiz bo'lsa bir piyola choyni ham ichib kelaylik. Shuning uchun do'stlar, biz hamma murojaatni yoritib beramiz. Yoshi kattalarni katta deyishyapti, nomzod chiqmayapti emas, qancha inson chiqyapti, o'zi sog'lom 25 yosh. Qolganlari esa bu kishiga to'g'ri kelmayapti. Endi do'stlar, 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz. 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga Telegramdan video vizitdan chiqamiz. Iltimos, hamma videolarda aytib o'tamiz. SMS qoldirmang, galasavoy qoldirmang, surat tashlamang, telefondan telefon qilmang, kim ekanini bilmaymiz. Telefonni shunday olib turib men o'ylanaman, yo bolamni, yo tog'amni, yo otamni, yo o'zim o'ylanaman deb bitta video tashlang, uy joylaringizni ko'rsating. Qizga ko'rsatamiz. Bir-biriga ma'qul kelsa, qarabsizki, bir kunda emas, yarim kunda to'yini qilib beramiz. 2 soatga ulguraman. Hozir shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Telefonni shabaq tashlaymiz, hamma narsa birdan yetib keladi, birdaniga to'y bo'ladi, qoladi. Rossiyada yurgan akalarim, opalarim diqqatiga. Yubor ilovasini Play Market App Store'dan yuklab olamiz. Rossiyadan turib O'zbekiston Uzkart, Humo kartalariga pul o'tkazdiramiz yoki dollar o'tkazib jo'natishimiz mumkin. Xo'sh, dollar qilib olsa bo'ladi. Bir marta foydalanib ko'ring, hali menga rahmat aytasiz. Endi mana qizni o'zi salomlashsin, iloji bo'lsa tursin, bu yerda ish yo'q. Biron bir ishni qilaman desin, ko'rsatsin holatini, xohlasa turmasa shu yerdan videoda gapirib bersa ham mayli. Shu gapirish orqali nomzod chiqadi. Qor yoqqan shu. Gapirasizmi? Assalomu alaykum, Bobojon kanali muxlislari. 25 yoshdaman, Sitora. Necha yoshdasiz? 25 yoshda. 25 yoshda. Sizning imkoniyatingiz cheklanganmi yo butunlay sog'lommisiz? Butunlay sog'lomman. Butunlay sog'lommisiz? Ha. Bo'lmasa gapiring. Yoshim 25da. Bobojon kanalini vaqtdan beri kuzatib kelaman. Kuzatib kelganim sababli Bobojon o'zida opa-singillarning vaqtida turmushga chiqqanini ko'rib, men ham shu yerga kelganman Bobojon kanaliga. Bir nafar o'g'il farzandim bor, 8 yoshda. Farzandimga qarayman, otalik qilaman, uyalik qilmayman degan inson bo'lsa, yaxshi inson bo'lsa turmushga chiqaman. Menga teging deb yozibdi. 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamida Telegram bor. Telefondan chiqing. Uylanaman degan aka-ukalar, kelin qilaman degan ota-onalar 95lik kodi bilan 857 80 00 raqamida Telegram bor. Faqat video vizuv orqali bog'lanamiz. Yangi kirganlar ekran ustiga 2 martadan urib bitta like'larni bosib qo'yamiz. Samarqand Ishtixon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yorib chiqing aka.
Yorqa chiqa olasizmi aka? Aka ko'rinmayapsiz. Qop-qorong'i mana ko'rinyaptimi? Yorqa chiqib keyin telefon qo'ying. 95lik kod 787 00 raqamiga aloqaga chiqamiz. Qani qizni o'zi ko'proq gapirsin qani hayotidan, o'zidan, takliflarini, o'zini hammasini gapirib bersa zo'r bo'ladi. Qarangda, kecha ko'p kommentariyalarni o'qiganman. Qo'lida o'sgan muxlislari, yangi kirganlarga assalomu alaykum. Turmushingizda nima bo'lgan? Nima uchun ajrashgansiz degan. Turmushimda birinchi oilasi bo'lgan. Ajrashganman. Men ham ajrashaman deb turmushga chiqmaganman. Hozir bitta gap bo'lyapti, yaxshi qiz qishloqdan otmaydi. To'g'ri chiqqan, tegmaganman. Odamzod kunga yoqqaniga tegadimi, yoqmasa ham uydagilar beraman deb tegib ketavermaydi-ku. Turmushimda birinchi oilasi bo'lgan. Farzandlari bo'lgan. Farzandlar sig'dirmagan. Shu sababli ajrashganman, majbur bo'lganman. Men ham o'zim xohlab ajrashaman deb bitta farzandi bo'lgandan keyin ajrashaman deb turmushga chiqmagandim. Qanday insonga turmush chiqish xohlaysiz? Yaxshi inson bo'lsa, uyim joyim deydigan, xotinim, farzandim deydigan inson bo'lsa turmushga chiqsam yaxshi bo'lardi. Ichsa, cheksa tegmaysiz. Shunaqa demoqchimisiz? Yo'q, xo'p, ichsin. Mayli, ichaversin, so'rang. me'yorida endi hamma narsani ham erkak kishi bo'lgan ekan ichadi ham, chekadi ham. Ursa ham ursin, qaytarib bitta mushti yeysiz, damni olaverasiz latokda, ichida, bemalol. Shundaymi? Endi nima deydi, oilada hamma narsa bo'ladi. Oila ekan, uri ekan, suki ekan desa, u oila bo'lmaydi. Kecha aytgan savollaringizga shu javobim mani. Turmushim o'xshamagan, oilasi bo'lgan. Oilasi bo'lgani uchun ajrashganman, sig'dirmaganman, farzandlari bo'lgan. Ertaroq ko'ring. lik kodi bilan 857-87 raqamda mana 25 yoshli singlimiz kelgan. Agar uylanaman degan inson bo'lsa, video yozibdan chiqing. Tegaman desa, bir kunda to'yini qilib beramiz, bir muammo yo'q. Bir muammo yo'q. Xorazmga kelasiz deyishyapti. Tegasizmi Xorazmga? Ha, tegaman, yaxshi inson bo'lsa. Qashqadaryolik nomidan alangali assalomu alaykum hammalaringizga. Men kechagi videoda ham aytib o'tganman-da, farzandim meni turadi. Ona uchun farzand birinchi o'rin. Katta bo'lsa ham, kichkina bo'lsa ham farzand birinchi o'rinda. Meni birinchi o'rinda farzandimni o'zini farzandidek ko'raman degan inson bo'lsa, bunga chiqaman. Nima deydi? Hamma joyda bo'ladi. Men ko'p ko'rganman, endi xolamda bo'lgandir, opamda bo'lgandir. Eshitgandirman, telefonda ko'rgandirman. O'gaylik qilib, mani bolam bu sani bolang, mani bolamga bunday qarayapsan, yo o'zing bolangga bunday qarayapsan degan gaplar bo'ladi. Mana shu narsalarni qilmayman, farzandimga o'zing farzandimdek qarayman degan inson bo'lsa turmushga chiqaman. Yaxshi inson bo'lsa. Qirg'izistonga tegmas ekan. Xullas kecha ham so'rashdi, aytishdi faqat O'zbekiston hududiga deyishyapti, chet davlatga chiqmayman deyishdi. Turib ko'rsating deganlar bor ekan. Mana turib ham ko'rsataman. Shu tikka turib o'tiring shu yerda. Tikka turib bo'ladi. Tikka turib o'tiring. Nima bo'lsa aytamiz. Xayrimdan nuqsonim yo'q. Yo bu yerdan yurolmasligimdan, yo gapirolmasligim, eshitmasligimdan kelmaganman. Sog'lomman. Qishloqdan chiqmadimi? Yaxshi qiz qishloqdan otmaydi degan gaplar bo'laydi. Olib. U gaplarga javobim chiqqan tegmaganman, yoqmagan. Assalomu alaykum. Video vizitga chiqing.
Assalomu alaykum. Video vizitdan chiqing iltimos. Jonimiz aka. Necha yoshsiz aka? Necha yoshsiz? Ha? 47 yoshman. 47 yoshli akamiz chiqyaptilar. Xullas, tegasizmi 47 yoshga? Ha? Assalomu alaykum. 25 yoshli qizni olmoqchisiz, to'g'rimi aka? Endi rozi bo'lsa. Siz yoqtirib qoldingizmi shu kishini? O'ylab ko'rasizmi? Yurmay kecha 20-da ketni nimangiz ham ko'rdim ben bu ayolni ben ko'rganman o paytda. Ushlab turing. Seni tutib. Ha? Nima qilolmayapman, oyog'im og'riyapti-da. Mana shu yerdan bunday enkayib tursam ko'rinamanmi? Mayli, qizni o'zini ko'rsating. Nima bo'ladi, bo'lmaydi? Bo'lmasa ekan, yo'q deyapti ana bu. Aka? Mayli. Kuzatib boring, tengingiz chiqib qoladi aka, sog' bo'ling, mayli. Xullas, do'stlar, qiz ko'proq gapirish kerak-da. Fikrlarni aytish kerak. Gap o'rgataymi? Masalan, men hamma ishlarni qila olaman. Uyda dangasa emasman. Ishga qo'ysa ishlayman ham, o'zim boqaman desa ishlamayman. Deb misolan to'liq tushuntirish kerak. Hamma narsa qo'limdan non yopisham, ovqat qilisham. Qo'limdan keladi hamma narsa. Ishga qo'ymansa ishlayman. Agar yo'q, uyda o'tirasan, uyda qarayman deydigan bo'lsa ham, unisiga ham roziman. Og'zim pas qilib. Yana bir gapda Bobojoz kanaliga eski kirgan aka-ukalar, opa-singillar. Agar men ko'chani qizi bo'lganimda edi. Video vizitdan chiqing aka. Ko'chani qizi bo'lgan. Ko'p kommentariyalar o'qiyapman, o'zim ham kiryapman. Ko'chani qizi bo'lganda berga kelmasdimman. Alo. Nima qilaman ko'chani qizi bo'layotgan bo'lsam berga. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Charchamoqsizmi? Rahmat, yaxshi. Murojaatingiz chaqqon-chaqqon gapiring aka. Hadi. Hadi. Telefon qilganda iltimos murojaatlaringizni aytinglar. Akalar, opalar. Kim nima qilsa murojaatlarini aytsin. Yigirma 25 yoshli qiz turmushga chiqqani kelgan. Yigirma 25 yoshli qiz turmushga chiqqani kelgan. 25 yoshli deyapman-ku, juda ko'pchilik nechinchi yil deb yozyapti. Mana shuni olib tashlang 25 dan 2000-yil bo'ladi. 95lik kodi bilan 857-87 nonalar raqamiga uylanaman degan insonlar, kelin qilaman degan insonlar chiqinglar marhamat. Baribir xira ekan, xira bo'lsa ham berib ketyapti. Sizlardan o'sha chaqan. 95lik kodi bilan 857-87 nonalar raqamiga uylanaman degan insonlar chiqamiz. Mana.
Alo? Efirde edim-de gapirishdaman. Efirde edim, efirde. Efir qilyapman. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Efir tugazim. Xullas efirdamiz hozir, keyin gaplashamiz. Mayli. Mayli. Xullas 95lik kodi bilan 857 87 nollar raqamiga aloqaga chiqamiz. 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz. Alo. Qanday? Zo'rmi? Eshitaman, gapiring. Xo'p. Nima bo'lsa? Nima bo'lsa? Uyim joyim deydigan qanday bilsa bo'ladi? Peshonasiga yozib qo'yibdim. Kelgan qizni biz videosini chiqaramiz. 7 avlodini tonimasak biz. U misolan qanday xarakterga egaligini bilmasak. Masalan, sizni ham biz bilmaymiz qanaqa odamsiz, ichuvchimi, chekuvchimi, uruvchimi, namozxonmi, dindormi, yaxshi insonmi, yomon inson. Biz qayerdan bilamiz? Birovga nimasini olmaymizki, kafilligini olmaymizki, notarius orqali tasdiqlab biz javob beramiz 100%. Mana inson uyim joyim deydi deb biz ayta olmaymiz. Biz video qilib beramiz. Ota-onalar bilan kelib, so'rab, surishtirib, to'y qilib olib ketsa xolos, biz birovning qizini yo birovning o'g'liga javob bermaymiz. Video chiqaryapmiz. Mana aytayapti. Va xalqning ichida aytayapti. Bolam bor deyapti. Bolalari sig'dirmadi, ikkinchi turmush bo'lib chiqqan edim, ajraldim deyapti. Yaxshi insonga tegaman deyapti. Aytgan gapini yoritib beryapman. Lekin men bu odam o'rtasiga tushib, mana u inson juda ham yaxshi deb ayta olmayman. ...95lik kodi bilan 857 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz do'stlar. Undan ko'ra efirda gapiraylik, juda ko'proq videomiz keng ommalashadi. Suhbat olib boraversa, qiziq bo'lsa, mana qilib qarsak cho'sa, damdam ursa, ana zo'r qiziqtirib bitta video qilsa, prosmotr ham bang'illab ketadi, nomzod ham ko'p chiqadi. Assalomu alaykum Bobojon's kanali. Yangi kirgan aka singillarim, opalarim, assalomu alaykum hammaga. Mani qo'llab-quvvatlab turganlarga. Yoshim 25 yoshda, ismim Sitora. Navoiyda yashayman. Bir nafar o'g'il farzandim bor. Chiqadigan odam videoga chiqadi-da, undan mensimay turib bunaqa qilib video chiqmanglar, iltimos sizlarga. Qarab o'tiribsiz. O'tiribsiz, qarab o'zingizni ko'rsatmaysiz-da. Insonlarga javobim bor meni. Oilasi bo'lgan, boshqa turmushi bo'lgan, farzandlari bo'lgan, sig'dirmaganim uchun ajrashganman. Meni farzandimda agar uylanaman, o'zim farzandimdek ko'raman deydigan inson bo'lsa, yaxshi inson bo'lsa turmushga chiqaman. Menga Navoiy bo'lish shart emas, O'zbekistonda ichidan Andijon bo'laman, Sirdaryo bo'laman, o'zim tengim bo'lsa turmushga chiqaman. Hamma ish qo'limdan keladi, qishloq sharoitiga ham, shahar sharoitiga ham. Hamma narsa qo'limdan keladi. 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga Telegramda video chiqamiz. Yo'riqqa chiqing, yo'riqqa. Mehr beraman. Men uchun birinchi o'rin farzandim. Agar uylanaman degan inson farzandi bo'lsa ham, o'zim farzandimga qarayman, o'zim farzandimdan kam qilmayman. Hech qachon ham.
aka iloji bormi odam 1 minut o'rnidan turib gaplashib yotib olib qanday nima qilyapsizlar? Mana yerda bir inson baxtni izlab kelgan. Bitta arvoh yotib olib shunaqa murojaat qilsa bo'ladimi aka? Sal o'zingiz hurmat qiling. Qishloqdan chiqmaydi degan yozgan ekan. So'ragan odamzod kunni yoqqan turmushga chiqadimi? Yo'qmagan, chiqmaganman. Berga ko'chani qizib turib berga kelgan ko'chani qizib bo'lsam bu Bobojonov kanali nima uchun kelaman? Do'stlar, agar videoyimizni ko'rayotgan bo'lsangiz, videoyimizni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda qiz bola turibdi. O'sha kimdir chiqyapti-da, o'zini ko'rsatmaydi, qop-qorong'i qo'yibdi. Kimdir chiqyapti-da, o'zini kamerasini yopib qo'yib, biz qarab turibmiz. Qachon kamerani ochar ekanini ochmayapti. Hozir yana bir kishi telefon qilyapti. Polni yotib olgan, mayli yotsa ham, agar imkoniyati cheklanmagan, masalan, cheklangan bo'lsa, uzr, cheklanmagan bo'lsa 1 minut vaqt ketar, 3 minut vaqt ketar. Uni turib nima qilsa biz mana xalqqa ko'rsatib, bu kishiga ko'rsatib, qo'ldan kelguncha yordam beramiz. O'sha videoga chiqyapsizmi? Iltimos, xalqni oldiga ozgina o'zlaringizni hurmat qilib chiqinglar. Mana bu yerda ko'rsatamiz. Mana bitta nomzod chiqdi, yoshi katta ekan. Qolganlari shunaqa bo'lishyapti-da. Uylanaman degan realnilar 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqing, gaplashtiraman. To'ylaringizga ham qo'limdan kelguncha yordam beraman. Yangi kirgan aka-ukalar, ekran ustiga 2 martadan urib like'larni bosib qo'yaylik. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yaylik. Kanallar rivoji uchun. Qanday gaplashamiz deyapti. 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz. Kameraga qarab turadi. Bu yerda juda ham xunuk chiqib qoladi videoda. 30 yoshman deyapti. Necha yoshgacha bo'lgan insonlarga turmushga chiqmoqchisiz? Mavzuni olib boravering. 20 yoshdan 30 yoshgacha. 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan insonga turmushga chiqasiz. Yaxshi inson bo'lsa turmushga chiqaman. Endi hamma o'ylayapti hozir. Ko'chani qizi gapirganlar ham bo'libdi. Kim gapiryapti o'sha? O'sha ko'chani qizi degan odam nima o'zini qizi yo'q, opasi yo'q, singlisi yo'qmi? Kim aytdi ko'chani qizi deb? O'shani ham o'sha negativ o'tganlar. Kim aytdi? Men sizlarga bitta gap aytaman hozir. Apasi bordir, boshqa narsasi bordir. Mana u mavzuga qaytmang, uni eslamang ham. Bunga tupurib yoring. Mana katta tupurchuq bo'ladi, ko'pirib ketadigan. Agar ko'chada yurib kelgan. Tupurib yoring, bet tupurchuqda qolib ketsin. Nima deganda farzandim bari kattarayapti. Bu ham bir ota mehrini his qilsin degan anoda belga kelganman. Alo. Bu odam qarang, qoshni ko'rsatib o'tiribdi, qanday gaplashtiraman? Yo'q, o'zlari shunday qilishadi. Bitta qosh bor, mana shunday qilib o'tiribdilar-da. Ancha vaqtdan beri mana qarab turibmiz. Odamni gavdasini ko'rsatib, assalomu alaykum deb gapirishmaydimi? Mana ishonmasalaringiz, sizlarga ham ko'rsataman agar ko'rinsa mana. Qop-qorong'ida faqat peshona bilan qoshni ko'rsatyapti. Yo'q. Bizga realni odam o'zini ko'rsatib gaplashish kerak. Biz o'sha insonlarga yordam beramiz. Turmushga chiqaman degan inson bor. Men 25 yoshdaman, yo'q. 30 yoshda 40 yoshda bitib 25 yoshdaman deganim yo'q. 25 yoshdaman, 2000-yilman. 45 yoshdaman turmushga chiqasizmi deb yozgan akaga. Yo'q, turmushga chiqmayman 45 yoshda o'zingiz. Telefonda xira ko'rsatyapti. Endi O'zbekistonda aloqa shundayda, to'g'risi gap. Bizning qo'limizda bo'lganda bundan ham yarqi ko'rsatar edik. Aloqani borini ko'ryapmiz. Eng qimmat tarifdamiz. Lekin shunaqa bo'lyapti.
Do'stlar, kelinglar, birlashamiz. Yaxshi insonlar, birlashamiz. Gapiring qani, bitta salomlashing qani yangi ko'rayotganlarga. Assalomu alaykum bobojon. Yangi kirgan opa-singillarim. 25 yoshdaman. Ismim Sitora. Shu bitta gavdangizni ko'rsating, u kishi ko'pchilik oyog'i tushib qoldimi? Ha, mayli. Keyin turadi. Bir nafar farzandim bor, o'g'il. Farzandimga o'zim farzandimdek qarayman, deydigan inson bo'lsa turmushga chiqaman. Yaxshi inson bo'lsa 20 yoshdan 30 yoshgacha deganman. To'g'ri. O'zimga mos bo'lsa turmushga chiqaman. Farzandimga o'zim farzandimdek qarayman. O'zim farzandim qatori ko'raman. O'zim farzandimga mehr beraman deydigan inson bo'lsa turmushga chiqaman. Yaxshi-ku. Men oyog'im turmayapti. Qulayroq turay. Qizni ko'rsatib qo'yasiz, shu yerda yordam beraveraman. Oyoq og'riyapti-da. Hamma ish qo'limdan keladi. Qishloqda ham yashaganman, shaharda ham yashayman o'zi. Qishloq sharoiti ham, shahar sharoitiga ham. Nonam yopaman, aqldan qilib bilaman. Mana raqamni negativ yozayotgan insonlar. Sizda ham otangiz bordir, singlingiz bordir. O'ylab ko'ring. Ularga e'tibor bermang. Mana Ularga opangizga, aytib singlingizni o'tirmang. qo'yib ko'ring. Ertaga oqibatdan kizib Mana menga ko'rganlarni xursandchilik qiziqib bilan kelmaganman. O'zim xohlab kelganman. Haqiqatdan ham saviyasi pastmi deyman-da. Ana ochaymi hozir? eshikdami? Bilmam, uni ko'tarilmaydi. Ne sovuq ketib qoladi. Xo'p, yangirga aka-ukalar ekran ustiga 2 martadan urib like'larni bosib turaylikchi. O'zgar ekan. Boshqa kanallarda ham shuni ko'rsatyapti. Hammasi chotki, mana ko'rinib o'tiribdi, men bu yerda ko'rib o'tiribman. Telefondan ham bo'lishi mumkin-da. Yaxshi ko'rsatyaptimi hozir? Ha? Chotki ko'rsatyapti. Faqat nimaga, efirga nima qila olmayapman-da. 95lik kod 157 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz do'stlar. Sulton baba. Instagram qo'yar. 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz. Oldimizda o'tirgan singlimiz 25 yoshda turmushga chiqaman deb kelgan. So'raydiganlar ko'p. Xullas tengi chiqmayapti hali. To'g'risi, tengi chiqmayapti. Ya, qo'y bor. Qo'lga o'tiraman. Yo'q, bu videoni hal qilaylik. Do'stlar, 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz. Necha yoshsiz o'zingiz? 25 yoshdaman. Xohlasangiz ayting, bo'lmasa aytib o'tirmang. Nimaga turmushdan ajragansiz? U aytish majburiy emas. Boshqa oilasi bo'lgan, farzandlari bo'lgan, sig'dirmagan. Boshqa oilasi bo'lgan, farzandlari bo'lib sig'dirmagandan keyin necha yil bo'ldi ajrashganingizga? 3 yil.
Endi shu Bobojonov kanalidan boshqa qizlarni ko'rib, shu yerga umid bilan keldingiz. Kelganingizda bitta odam bo'lsa ham so'radimi? Ha, ko'p odam so'radi. Ko'p odam so'radi, lekin sizga to'g'ri kelmayapti. Yoki bu yerga sizga to'g'ri kelgani, bu yerga kelmayapti-da. Lekin YouTube'dan keyin mana tugagandan keyin aytsangiz, 5 kunda boraman, bir haftada boraman. Xolos shunaqa fikr aytishadi. Mard insonlar bo'lsa, yaxshi inson bo'lsa, turmushga chiqaman. Alo? Chiqing aka. Mana akalar video vizitdan qilyapman deyapti. Ko'rinadim, video vizit emas. Ko'rinyaptimi mana? Video ko'rsatdim mana xalqqa ham. Bitta videoni ko'ring. Video vizit emas-ku, ko'rinmayapti aka. Va mana shu yerda shuncha odam borda, odamni endi bunday qasamga tirab endi mana efirda. Mana efirda ko'rsatyapman. Mana shu yerda ko'rinyapti, mana aytinglar, xaloyiq. Yo'q. Yo'q, mana shuncha odam ko'ryapsiz. Hozir shuncha odam efirga kiring xatyapti. Efirga kirib ko'ring. Alo, oldimda mana 6-7 kishi bor. Shuncha odamni qanday bitta o'zingizga yolg'onsirab nima qilyapsiz aka? Alo. Assalomu alaykum. Necha yoshsiz aka? Zo'r, murojaatda ayting, biroz. Xo'p. 85-yil tegasizmi? Nechiga kiradi 85-yil? Mana. 40 bo'ladi. 40 bo'ladi. Tegasizmi? Tegmas ekan aka. Mana agar tegaman desa, o'zlari realni gaplashib olsin. U meni qo'limda emas-da. Qaniki siz ham masalan Bobojonov kanali sababchi bo'lsa, uylansangiz rahmat aytib ketishman. Sog' bo'ling, kuzatib boring, tegingiz chiqib qoladi. Alo. Assalomu alaykum. Necha yoshsiz aka? Necha yosh? Ha? Qayerdasiz? Hozir qayerdasiz? 34 yoshga tegasiz, mana Xorazmdan chiqdi mana. 34 yosh ekan. Assalomu alaykum. Saqqoli bor deyapti. Ha. Saqqol modagana hozir aka. Mana bu kishi. Qayerga ketyapti? Hay turib ko'rsating deb ko'rib Mana turib ko'rs. Assalomu alaykum Bobojonov kanali yangi kirganlar. Yukingiz ham yerda qolmaydi, o'zingiz ham yerda qolmaydi. Ikkalasi birga ko'tarib ketadi. Hamma joyim soppa-soq ko'rsat. Jahl qilib bir mush urmang, 2-3 tayoq yeysiz. 25 yoshdaman. Ismim Sitora. Nafar o'g'il farzandim bor. 1200 odam bitta like bosaylik. Ayting bu kishiga tegadimi yo'qmi deyapman. Oling, ha? Tegan. Tegar ekan. Qachon kelasiz? Fevral oxirida demang, bu ertaga to'y bo'ladi bu kishini. 1,5 ming bo'ldi. Agar farzandimga o'zim farzandimga qarayman. Yaxshi inson bo'lsa chiqaman turmushga. Gapingiz tushunmayapti-da. Bir minut to'xtang-da. Bu kishi nima deyapti mana? Nima deysiz aka? Samarqandga kela olasizmi? Qachon kelasiz aka? Bo'lmasa aniq bo'lgandan keyin aloqaga chiqing aka, maylimi? Bu qiz ham tavakkal tegaman deyapti. Chunki bir ikki kishi shunaqa deb aytganda 3 kun, 5 kun deyapti. Spetsial shunaqa guring bor. O'tirmang. Tikka turgan. Tikka turing. Ha, tikka turavering.
Nima buncha kulasiz? Aka, o'sha 3-4 kundan keyin bitta qarorga kelib keyin telefon qiling. Efirda siz hamma gaplar shu yerda Og'ir ketyapti. bosmasan. Nima deydi? Qo'shilib ketaveraman. Kimga Va qo'shilib buncha ketaman? kuladi. Nima buncha o'zini bir seriozlik tutmaydi deganlar bor ekanda. Ha nima yig'lab Shunga chiqsinmi? aytyapman. Men o'zim shu. Voy dod deb chiqsinmi? Nima deysin? Yerga tegaman, marding bo'lsa kel, mana shuncha odam meni so'rayapti, men tegmayapman. O'zim o'sha bo'lsa, tegmaslik bo'yicha, sovchilar qaytarish bo'yicha jahon chempioniman deng. 50 ta odam so'radi, biri katta deyapsiz, biri saqqoli bor dedingiz. Biri unday, biri bunday. Endi bu kishi hazil bo'lyapti bu yerda. 30 yoshgacha kerak sizga. 30 yoshmi? 33, 34, 35 bo'lsang bo'lib qoladi. Men endi nima desam ekan? Men tegaman deb rozi beryapman. Ular mardlik qilib kiyila olmayapti. Men tegaman. O'ylab ko'ring-da, kimni tayoq yegisi keladi? Yo kimni tayoq yegisi keladi? O'ylab ko'ring. U misolan borga qarang. Misolan achchiq ustida bir shapot urib, sizni bir shapot ursa, keyin ikki mushib latokda yotishni kim xohlaydi? Yo'q, xotinsa yaxshi ko'raman. Desa bo'ladi. Desa bo'ladi. Aytsin mana. O'sha bir mush urgandan yo so'kkandan ko'ra, to'g'rimi? Boyaga chidaydi bu qiz. Xohlasangiz o'tini yorib beradi, xohlasangiz o'zingizni yorib beradi. Shundaymi? Ikki bolalab beradi. Xullas shu xush chaqchaq qiz nima deydi, o'z teklini izlab kelgan. Endi biz hazil qilyapmiz, g'odaliroq qiz. Aytadi-ku, bitta menga javob beraver. Efirda bu nomerga telefon qilmaylik. chorlab yuboring, sizmi? Bu kishiga eng oxiri 34-35 bo'lmasa 30 yoshgacha tegar ekan aka. Kuzatib boring, boshqa nomzodlar ham keladi. Ajabmas sizda o'sha biz sababchi bo'lsak tengingiz topilib qolsa, aytib bo'lmaydi uni. Endi bu 20 nechi? 25 yosh. O'zimdan 5 yosh katta bo'lsa tegaman. 6-7 yosh bo'lsa ham mayli, lekin katta yoshga tegmayman deb bir ikkita insonlar chiqishdi shu yerda. Menda xafachilik yo'qmi aka? Mana o'zi gaplashmasa men birovni qizini bu yerda yigitlar bilan majburiy gaplashtira olmayman-da. Katta tegmayman deyapti. Bu sizdan oldin ham 40 yoshli inson chiqdi. Unga ham tegmadi. Videoni sal orqaga qaytarsangiz, shu gaplarimiz baribir zapisda bor. Necha yoshgacha tegasiz? Mana ayting, bu kishiga bitta javob beraylik. To'g'ri, hazil tariqasida 20 yoshdan 30 yoshgacha deganman-da, 35 yoshgacha bo'lsa turmushga chiqaman. Bu kishiga turmushga chiqasizmi yo'qmi? Ha, yo'g'ini ayting. Yo'q lekin juda katta ekansiz. Aka bo'lmasa kuzatib borasiz, tengingiz chiqib qoladi xudo xolasa. Ha? Bitta. Videoda hammasi ketyapti, boshqa akalar tusha olmayapti-da. Videoda to'liq aytgan. Necha yosh o'g'lingiz? 8 yosh. 8 yosh. Sog' bo'lasiz aka, ishlaringizga omad. 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz. Xullas 35 yoshgacha bo'lgan insonlar chiqsa yaxshi bo'lar edi. 35 yoshgacha bo'lgan insonlar chiqsa yaxshi bo'lar edi. Yosh katta insonlar chiqyapti, baribir bu kishi tegmas ekan. O'z kelaman bir. Qani o'zingiz bitta gapirib bering qani. Assalomu alaykum, Bobojonov kanali yangi kirganlarga. Mana hozir sizni 2000 kishi ko'ryapti-da, bitta holatingizni ko'rsating, necha yoshsiz, sog'lommi, imkoniyatingiz cheklangan, bitta nogironlar kelishadi-da. Chunki qanaqa ovqat qila olasizmi, qila olmaysizmi, nimalar bo'ladi, ayting shularni hammasini. Hamma narsa Qani Sulton bobo, u
nima efirda qaratmabdi-ku. 1 minut o'tirib turing bo'lmasa. Sizni sarson qilib qo'ydim shekilli. Sulton bobo ketib qoldi. Mana bu yerda kadrda ko'rinmayapti. Qachon kelar ekan? Bo'lmasa o'tirib turing, gapirib turing bo'lmasa. Yo'q, sal bunday qilib qo'yasiz, efirdan chiqib ketib qolmang. Bu yerda shuncha kishi qarab turibdi-da. Sal efirda ko'tarasiz. Sulton bobo kelsa yuzingizning polni ko'rsatadi. Ko'taring tepaga. Ko'taring. Bunisini ham ko'taring. Endi bu yoqdan kelib u Vaqt kerak. Kech keldi. kech keldingizda u ko'pchilik ko'ra olmayapti. Keling. Siz 23 yoshmidingiz? 25 yosh. 25 yoshmi? Nimaga kelgansiz? Assalomu alaykum Bobojonov kanali. Yangi kirgan opa-singillarim. 25 yoshdaman. Xo'p. Ismim Sitora. Sita. Navoiydanman. Xo'p. Bir nafar farzandim Yuzi bor. ko'rinyaptimi? Nafar farzandim bor. Mana. Ko'taray men ozgina. Birinchi sinfga boraman. Nimaga ajrashgansiz ko'pchilik so'rashyapti, aytish majburiy emas. Xohlasangiz ayting, masalan, ko'pchilik o'g'li necha yoshda, hayotiga nima bo'lgan deyishyapti. Ularni aytishni xohlasangiz ayting, aytish majburiy emas. Hayotimda nima bo'lgan degan savolga aytib o'tdim, boyni ham javob berdim. Endi yangi kirganlar balki bilmagan bo'lishi mumkin. Oilamda boshqa turmushi bo'lgan, farzandlari bo'lgan. Sig'dirmagan farzandlari, boshqa turmushda bo'lgan farzandlari. Shu sababli ajrashganman. Bir nafar farzandim bor, 8 yoshda. Necha yoshgacha turmushga chiqasiz o'zingiz?